o'ylaysiz, mana shu Yandex monopoliyasini to'xtatishni iloji bormi o'zbek startaplariga? Nima qilish kerak bozor? O'zbekistondagi o'zgarish xohlamayotgan davlat xodimlari Yandexga juda katta yordam berishyapti. Ularni eshiklarini ochib berishyapti. O'zbekistonni hozir hech qanaqa texnologiyalik suverenitet qolmaydi. Agar shunaqa bo'lsa deyapsiz. Bo'ldi. Qanday to'xtatish mumkin? Buni to'xtataman degan odam yo'q-ku O'zbekistonda. Bunga qarshi fikr yuritgan odam yo'q-ku. Buni oqibati masalan nimaga olib keladi? Qo'l bo'lamiz. Eng katta xatolaringiz nima edi? Odamlarga ishonch. Ishonch xatomi? Ishonch xato emas. Ishonib tekshirmaslik. Asl xatoni topmaslik. Ishonchda emas, uni tajribasiga ishonch. Xato qilmaslik o'zi bizning eng katta dushmanimiz. O'zgarish bo'lmaydi chunki. Xato qilmagan odam o'zgarmaydi. Xato katta bo'lsa, o'zgarish juda ko'p bo'ladi. Akselerator nima beradi? Startaplarni ichidan Aslida akselerator hech narsa bermaydi. Hech narsa bermaydi. Hech narsa bermaydi. Akseleratorni 99% bergan va'dani hech biri bajarmaydi. 100% bajarmaydi. Mahsulot hech qachon muhim bo'lmaydi. Founderni fikri va ishni bajarishi ikkita eng katta muhim bo'lgan sifat.